alaykum azizlar. Doirada fashion show. Biz zo'r kayfiyatda ko'rsatuvimizni boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Doirada bugun fashion show Azukar Moreno brendi asoschisi Kamola Rustamovaning yana bir yutuqlarini, yana bir bayramlarini nishonlashga keldik. Endi ijodkorlar oilasida tug'ilgan inson ijodkor bo'lmaslikni aslo iloji yo'q. Bilamiz, bolalikdan Azukar Moreno, ya'ni Kamola ijodkorlar oilasida o'sgan. Ularni zo'r tanishtirdim. Endi ular ham o'zlarini tanishtirsinlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Tabriklayman. Rahmat kattakon. Judayam katta bayram. Harakat qildik. Men o'zi bu kolleksiyamda yoshligim atmosferasini ko'rsatmoqchi edim. Kolleksiyani ko'rganingizdan keyin tushunasiz. Aynan birinchi sinfda yodlagan birinchi qo'shiq va chizgan rasmimni ro'yobimga chiqardim. Rosta. O'sha bolalikni eslaymiz, bugun bolalikka qaytamiz. O'sha uchun men bugun chaqirgan mehmonlar hammasiga aytganman, hammani bolalikka qaytaraman. Qachab 20 minutga hamma o'zini bolalik esiga tushiradi. Lokatsiyani ham shunga tanlaganmiz. Kim hozir bolaligini eslasa, bolaligini yaxshi ko'rib xotirlashni istasa, albatta bizni tomosha qiling va bilasizmi, aynan sizni bolaligingizda men faqat o'sha buvijoningiz bilan birga o'sganingiz yoki dodajoningiz, tog'ajoningiz bilan birga televideniyada o'tganingizni ham bemalol aytishim mumkin. Bilasizmi, jurnalistlarning eng zo'r ustozlaridan biri sizni tog'angiz edilar. O'sha televideniyada necha yil oldin. Endi biz bormagan vaqtlar siz televideniyaga allaqachon borgansiz. Da, kichkinaligimizdan eslayman, albatta eslayman. O'sha bolaligimda mana shu dodam buvimni uylarida qolganlarimizda ertalab sutga borganlarimizda sutdan kelib shirchoy qilib, kashalar qilib, keyin yana ular bilan birga televideniyaga boramiz, har xil tadbirlarga boramiz. Shu yoshligim meni mana shunda o'tgan. Va buvijoningizni ham sizga alohida men o'ylayman, qanaqadir qondan o'tgan, chunki laparchi bo'lganlar, xonanda bo'lganlar, ularning liboslari hali ham borlar, umrlari uzoq bo'lsin, lekin bilasizmi, o'sha liboslari sizni baribir ilhomlantirgan. Albatta ilhomlantirgan. O'shaning uchun ko'p ularda kichkinaligimda ko'rgan liboslar elementlari haligacha men ishlataman. Ishlatasiz. Bilasizmi, Azukar Moreno O'zbekistonda birinchi bo'lib ijodini boshladi deya olmaymiz. U birinchi jahonni tanladi. Dunyo sahnalarida O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tara oldi deya olaman. Bilaman, sportchilar ko'tarishi mumkin, san'atkorlar, lekin dizaynerlar bizni libosimizni, bizni mentalitetimizni va madaniyatimizni bemalol namoyon qila oladi. Bu esa Azukar Moreno azizlar. Rahmat kattakon. Bugungi pokazimizga yoqadi degan umiddamiz. Albatta, biz so'ngiga qadar bu yerda bo'lamiz. Albatta, atmosferani hozircha hammaga sir. Bizni biroz kuzatib boring. Biz hammasini hozir ochiqlamaymiz azizlar. Eng qiziqarlilari hali davom etadi. Hali gapimiz tugamadi, intervyuni yana davom ettiramiz. Xo'p. Rahmat, rahmat kattakon. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Instagram ahlisizlar ham. Это я ей подарила. Серьезно? Да. Когда? Я ей подарила жизнь. Нет, это настоящий жемчуг, кстати, о птичках. Просто хотела вам напомнить. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum Instagram, assalomu alaykum doira muxlislari. Bugun bizning hammamizni sevimlimiz bo'lgan go'zal xonim, boshqa joyga qarab turibdilar mayli, Ra'no xonim Arziqova. Assalomu alaykum. Va ularning juda ham go'zal, latofatli qizlari, to'g'risini emas, Madina Shadiyeva. Знаю. На всякий случай. Yo, Zaychka demadim. Вот, распутают с ними. Madina Shadiyeva, bilaman, hammamiz yaxshi ko'ramiz, sevib kuzatamiz ularni. Ra'no opa, avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Men juda ham xursandman. Shunaqa qiziq lokatsiyada o'tirganimizga вообще behisob shukur, Xudoga shukur. Путешествие вместе с Азукар. Doimgidek milliylikka e'tibor qaratgan. Men ambassador milliy kiyimlarni. Madina, zato siz hamma narsani o'g'irlab ketgansiz. Почти что мы o'g'irlamadim, O'g'irlaydi. Madina, Azukar Moreno haqida nima deya olasiz? Обожаю Азукар Морено, обожаю в целом все, что она делает. Зато Невероятно. весь гардероб мой состоит из платьев Азукар Moreno, Кстати, кстати. это факт. Это бренд очень дорого стоит. Да, очень дорогой. Ну, У женщина дорогая. меня где-то 6 или 5 нарядов. И еще и брюки. Целую. Спасибо.
Ra'no opani taniganlar biladi, qadriyatni, milliylikni sevuvchi inson bugungi pakaz qanchalik ularga ma'qul keldi. Вот bilasizmi, nima deydi, aytadi-yu, тяжело удивить, но bugungi pakaz просто hammani pakazlardan pakazi bo'ldi. Rostdan. Birinchidan lokatsiya, ikkinchidan shunaqa chiroyli modeli, uchinchidan bunaqa kiyimlarni men уже 3-4tasini o'zimga qarab qo'ydim, olaman обязательно. Chunki Azukar Marenani garderobida meniki o'zi pom to'la. Lozimlar ham, ko'ylaklar ham, где-то 5-6 ta narsalari bor. Bu galam o'zimga qarab qo'ydim. Endi shunaqa ham boplabdi. Kamola. Тебе равных нет. Молодец. И команда Azukar Marena просто профессионалы своего дела. Молодцы. Haqiqatan biz ham juda ham loyal qoldik. Loyal Dunyo qoldik. sahnalariga mos Azukar Mareno. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, Ra'no. Doira. Doiradan uzoqlashmang. Otingiz nima edi? Chehrona. Chekrona. Chehrona. Chehrona. Chehra. Chehra. Otni ham lekin boplashibdi. Go'zal Chehrona Doirada. va doirada. Azukar Marenoni pakazlardan chiqdik. Endi albatta bu yerda kim bo'ladi? Bu yerda glamurni insonlar bo'ladi. Dilnoza xonim Saydumarov hammamiz yaxshi bilamiz, ularni yaxshi taniymiz va juda ham yaxshi ko'radigan ustozim deyman ularni har doim. Shogirdim-siz, yakka yegani shogirdim. Mana shunaqa gaplar sizda va ularning yonida go'zal Munisa xonim. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Azukar Mareno sizlarga begona emas, buni bilamiz. Qadrdoningiz, tanishingiz qalay, qanchalik yoqdi bugungi pakaz? Bilasizmi, o'zi azukar so'zi ispancha shakar qilib tarjima qilinadi. Bugungi namoyish ham insonni shunaqa shirin ta'm qoldirdi-da. O'zi Azukar Marenani kolleksiyasi menga begona emas. Bugun mana shakar o'ziga qanchalik o'rgatadi-ku insonni. Shu kolleksiya ham o'ziga o'rgatib oladi-da. Mana hozir 2-3 ta o'zimga mos kiyimlarni ko'rdim. Ko'z ostimga olib qo'ydim. Men ham xarid qilaman. Komoliga omad tilab qolaman. Albatta biz ham omad tilaymiz. Haqiqatan men ham ko'z ostimga olib qo'ydim. Munitaxon siz-chi? Men ham ko'z ostimga olib qo'ydim. Ayniqsa bitta sumkasini sirada borib ertadan olmasam bo'lmaydi. Agar men yaxshi ko'radigani bo'lsa, olmaysiz. Ulgurishim kerak, kelishib olish kerak. Azukar Marenoni brendi baribir dunyo sahnalariga chiqqan va birinchi o'rinda u jahonni lol qoldirgan brend. Azukar Marenoni liboslarini nima deb o'ylaysiz? Informatsion o'sha dasturingizga kiysa bo'ladimi? Albatta, ayniqsa milliy juma kunlari juda ham aktual kiyimlar, adresdan tusha tikilgan hozir kostyumni, jiddiy, aynan klassik usulda tikilgan kostyumni ko'rdim. Albatta bo'ladi, nimaga yo'q? Bugungi printchi qanchalik yoqdi? Oq-qora. Bugungi printi yaxshi, oq-qora har doim o'zi aktual bo'lgan. Shunaqa. Biz ham omad tilaymiz, doiradan uzoqlashmang. Ko'rishguncha. Xatga qarashim kerak, ko'rmayman, yorug'dan ko'rinmayapti. Azizlar, doirada davom etamiz. Bugun Azukar Mareno baribir pakasiga juda ko'plab blogerlar kelishgan. Bulardan biri Shahzoda Abdusalom, Instagram qirolichasi. Rahmat, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Zo'r. Qalay yoqdi sizga? Zo'r, men o'zi namoyishlarga kam boraman. Endi boshladim. Lekin juda ham ajoyib taassurotlar oldim. Yangilik, yangi obrazlar, stillar hammasi bellissimo. Nima deb o'ylaysiz? Gulmondaxonga yarasharmikin? Gulmonga hamma narsa yarashadi. Qarang, o'zi sizga har doim uchrashib qolsam shu savol beraman degan edimda. Qayerdan chiqqan manera shu nimanidir o'ylash? Qayerdan g'oya keldi? Yo, aynan shunaqa inson bormi hayotda? Prototiplar ko'p. Bittasi o'zim. Rosta. Ikkinchisi siz. Rostdan Bo'lishi bilan mumkin. ko'p. Har xil insonlardan ko'rib, ilhomlanib chiqaramiz videolarni. Qarang, Instagramda bir qizni yaxshigina muhokama qildingiz. Nima bo'ldi? O qiz bilan kelishib oldinglarmi? Qaysi qiz ko'p bunaqa qilasan? Baqlashga oncha olmagan. Ha, ularni muhokama qilmadik, shunchaki taqlid qilib video oluvdik. Bilmam xafa bo'lib qolibdilar menimcha. Lekin taoslar normal hayp qilib berdi. Da, tekinga. Shahrizoda, biz sizni yaxshi ko'ramiz, xafa bo'lish yo'q. Lekin Albatta. rostdan ham gaplaringiz qaysidir ma'noda trend bo'ldi. Ko'rdingizmi? Shahzodaga rahmat. Sizga ham rahmat. Yo, Shahzoda Shahrizodaga, da, Saydazimga ham, Shahrizoda sizga ham rahmat. Shunaqa bizga ilhom berganingiz uchun. Azizlar, biz navbatdagi mehmonni yo'ldan qo'yarga qo'ymay ushlab oldik. Mokina, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Juda ham chiroylisiz. Rahmat. Doimgidek go'zalsiz. Rahmat, kattakon. Va nimagadir noziklashib qolgansiz. Ha, juda katta pul ketdi bunga. Sir bo'lmasa necha pul ketdi? 30 mingcha. 30 ming ketdi, mana shu. Aylanib bering. 62 kilo. 30 ming dollarga chiroyli bo'lish
sirini bemalol ocha oldi. Да. Va lekin to'g'ri tavsiyalar ham berasiz. Обязательно. O'zimdan sinab turib keyin aytaman. Qilish kerak, qilmaslik kerak. Va Mohinadan nimasini hurmat qilaman? Hamma narsani tatbiq qilavermaydi, reklama olib yoki mana buni ichsanglar bunaqa bo'ladi. Bunaqa narsa umuman ko'rmaganman sizda. Yo'q. O'zimda sinab ko'raman, aytaman. Bo'lmaydiganni bo'lmaydi deyman, qo'rqaman. Keyin javob berishdan qo'rqaman. Bugungi pakaz haqida fikrlaringiz? Super. Men yoshligimga qatganday bo'ldim. Men Rossiyada katta bo'lganman. Imенно shunaqa atmosferada katta bo'lganman, maza qildim. Meni qizim tvorческий inson. Bir zada juda ham. Da, 2 kun oldin kechasi uyg'ondida chizib o'tirgan ekan. Qo'rqib ketdim. Nima bo'lyapti dedim. Meni bu dishi xudo xolasi Azukar Mareno xudo Xo'sh, rostdan qizingiz juda ham iste'dodli. Rasmlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganman, kuzatganman. Bunaqa ijodkor qiz juda ham kam. Uni qo'llab-quvvatlovchi onasi bor. Rahmat. Biz ham qo'llab-quvvatlaymiz. Azukar Kamola, sizga omad tilaymiz. Omad. Juda ham chiroyli o'tdi. Xursand va gordiz. Faxrlanib G'ururlandik G'ururlandim, faxrlandim. Rahmat taklif Mohina, uchun. sizga ham omad. Sizlarga Doirada ko'rishguncha. Navbatdagi mehmonimiz Instagramda o'sha mashhur, hammani lol qoldirayotgan Rix Dinas, Madina. Assalomu alaykum. Madina, yaxshimisiz? Fashion blogerman. Yaxshi, rahmat. Fashion bloger va juda ham ko'plab yaxshi san'atkorlarga liboslarini taqdim qilayotgan va klipda ham o'zlarini namoyon qilayotgan yaxshi imij mekerlardan. Ha, hozirda Jahongir Otajonov bilan ishlayapman va Jasmin va G'aybulla Tursunov bilan birgalikda ish qilyapmiz. O'zgarishlarni kutib qolinglar. O'zgarishni biz bilib oldik. Biz o'sha Jahongir Otajonov bilan birinchi ishlaganingizdanoq bilganmiz o'zgarishni. Haqiqatdan o'zgacha. Rahmat. To'g'ri, endi imij mekerlar orasida bugungi kunda yaxshigina o'zingizni o'sha imzoyingizni qo'yganlar orasidasiz. Ko'pchilik mendan ilhom olib bugun ham kiyinishdi. Rosa hayron qoldim. Ha, bu sразу DNK bilinadi bu narsani va o'sha DNKimni tarqatish bilan ovora edim necha yildan beri va bugun buni rezultatini ko'rgan, natijasini ko'rganim uchun juda ham xursandman. Madina o'zgacha, haqiqatan Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzataman. Boshqacha targ'ib qilasiz hamma narsani va oxirgi Met Galani ham siz orqali juda ham tushunchalarga ega bo'ldik va ilmli imij mekerlardan bilimini olasiz va o'rganasiz ularni. Shu harakatingiz bilan ham balki o'ylayman boshqalardan ajralasiz. Men haterman. Ko'p artistlarni ham ba'zan kiyimlarini analiz qilgan holda to'g'risini aytishga harakat qilaman. Ba'zi insonlar buni qabul qila oladi, ba'zilar qila olmaydi. Shuning uchun ko'p haterlarim bor. Bu narsadan xafa bo'lmayman. Bu narsa yaxshi. Blogerman, san'atkorman-da. San'atkorlar haqida gapirishmasa edi, ular populyarni bo'la olmasdi. Ya'ni. Zo'r gap bo'ldi. Lekin bilasizmi, oxirgi qilgan o'sha mashhur san'atkorimizga bo'lgan munosabatingiz men to'g'ri qabul qildim va atrofdagilar juda ko'pchilik adekvatni qabul qilishdi, lekin ularga nimagadir yoqmadi. Lekin bilasizmi, ikkinchi kliplarida sizni gapirganingizdan keyingi klipda juda ham o'zgarish sezildi. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Hatto butun komandani ham va men tanigan stilistlar bilan va operator bilan ishlashdi. Eng yaqin do'stlarim bilan ishlashdi va juda katta natija olishdi. Endi men bilan по-любому на принцип ishlamaydilar. Shunga ko'ramiz natijalarini, kutib qolamiz. Menga rosa yoqdi kiyimlari ham, kliplari ham ko'rib kutinglar. Men buni ochiq aytishimiz mumkin. Bu albatta Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva tabii. Va menga ko'pchilik tashashni boshlashdi. Men bu videosini ko'r, yana gapirib chiq deyishdi. Men aytdim, bo'ldi, bu yerda gapiriladigan joy yo'q, hammasi ideal. Уже мне всё nравится va ular uchun ham xursand bo'ldim. Azukar Mareno haqida fikringiz? Oy, Azukar Marenani hayotda juda ham hurmat qilaman. Kishiliklari, insongarchiliklari juda ham kuchli inson, kreativlari ham juda ham zo'r. Bugungi ideya, bugungi konsepsiya juda ham chuqur bo'ldi. Ham o'zliklarini yo'qotmagan holda yangicha qiyofada ko'rsatdilar o'zliklarini. Slavyanskiy naqshlar bilan, sigirlarning printi va kovboyskiy takoy yo'nalish bilan paravozlarni ovozlari, yangi qo'shiqlari, hamma narsasi lol qoldi. Realni mazza qilib ko'rdim. Emotsiyam ichimga sig'may yig'lagim kelib ketdi. Shunchalik восхищение bo'ldi. O'zbekistonda yangi dizaynerlaridan shunaqa rivojlanayotganlariga xursand bo'ldim, mazza qilib ko'rdim. Va bolalikka qaysidir ma'noda qaytara oldimi? Ha, tabii. Пригласительный yuborganlarida, значит, nimadir rang-barang bo'ladi dedim va o'sha xo'rozli shariklari ham zo'r emotsiya berdi. Zo'r emotsiya, mazza qildim. Kulgim keladi, yig'lagim keladi. Hamma emotsiyalarimni aralashtirib tashlashdi, mazza qildim. Hozircha esa doiradan uzoqlashmayman. Doiraning bugungi mehmoni aynan Azukar Mareno asoschisi
bugungi pokazlarga kelgan va ularning buvijonlari elimiz suygan xonanda, ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan va Qoraqalpog'iston xalq artisti Gulshod Otaboyeva. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rganimizda juda ham xursandmiz va mamnun bo'ldik. Avvalambor sizni ham tabriklayman. Tabiiyki, rahmat. Nabirangizni bugungi yutuqlarini ko'rib, ichingizdan nimalar o'tyapti? Ko'p narsalar. O'zi kichkinalikdan rasmni yaxshi ko'rardi. Keyin men pensiyaga chiqib kollejda dars berardim. O'sha yerga bizni kollejga kirdi, rassomchilikni tugatdi. O'sha yerda meni kostyumlarimni chizib, men konsert qo'ysam, o'shalar bilan birga chiqdi. Da, o'sha yerda boshlandi sekin-sekin. Tikishni o'rgandi. Men aytdim, dizayner bo'laman desak, tikkin, o'rgangin. Shunaqa qilib sekin-sekin. Rostdan. Kamol opa doim aytadilar, meni mana shu bolalikda ilhomlantirgan inson meni buvijonim, dodajonim va tog'ajonim dedilar har doim. Bilasizmi, aynan bolalikka hozir biz qaytdik. Siz qanchalik qaytdingiz? Bolalikami? Men bolalikka har kuni qaytaman. Har bitta nebara, avara va chevara ham bor. Chevara ham bor. Uzoq bo'lsin. Shuning uchun har safar bolalikka o'taman. Qaytamiz. Har bir insonni shunaqa buvijonlari bo'lsin va buvijonlarimiz esa umrlari uzoq bo'lsin. Gulshod opa, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat Salomat sizga. bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum doirani muxlislari. Odam juda ham ko'p. Biz Xalqlar do'stligi san'at saroyiga yetib keldik. Nimaga deb o'ylaysiz? Chunki bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali sohibasi Ozodaxonim Nursaidovaning konsert dasturlari bo'lib o'tadi. Ko'rib turganingizdek, muxlislar juda ham ko'p. Hozir birozdan so'ng zalga kiramiz. Qani u yerda qanchalik muxlislar kutishyapti? Biz bilan birga qoling, davom etamiz. Azizlar, doirada bugun eksklyuziv intervyu deya olaman, chunki bizga birinchi marta o'zlarining intervyularini beryaptilar. Ya'ni Abdulloh Anvarzoda. Bugungi kunda ularni aktyor deyishimiz mumkin. Yana nima qo'shimchalar qo'shishimiz mumkin? Model ham bo'ladi. Yaxshi o'g'il ham bo'ladi, menimcha. Buni endi oyimdan so'rash kerak. Keling, qanaqa Ayajon, sizga bitta gapingiz kerak. Keling. Qanaqa o'g'il Abdulloh? Olinglar. Ona maqtagan o'g'il qanaqa bo'lishi mumkin, azizlar? Mana Abdulloh shunaqa og'ir, vazmin, tarbiyali, ko'z tegmasin Abdullohga. Lekin sizni ko'pchilik erkatoy deb o'ylar ekan. Erkatoy shunaqa bor. Baribir ham chunki oyim, xolam juda ham ko'p erkalashadi endi. Erkatoy bolalarcha taltayib ketishadi. Siz unaqa emassiz. Taltayib, endi u odam o'ziga bog'liqda. Menga har doim xolam, oyim aytishadi. Nima qilsang qil, hammasi o'zingga bog'liq, bu seni hayoting. Biz faqat yo'lni ko'rsatishimiz mumkin. Tanlov o'zingniki. Odam aytgan negativ bu qaysidir ma'noda pozitivdan ham yaxshiroq deyishganda. Chunki negativchi odam ham sizni izlaydi, minuslaringizni izlaydi. Qidiradi. Da, sizni ko'proq kuzatadi. Ana pozitiv keltiradigan odamdan ko'ra. Shuning uchun bu ham bir sevgi, bu ham bir tuyg'u, faqat sal boshqacharoq ma'noda, boshqacharoq variant. Qayerda o'qiysiz hozir? Qayerda o'qiysiz? Hozir 91-maktabda o'qiyman, Izum maktab, 11-sinf. Abdulloh 11-sinf azizlar. Lekin fikrlashi 101 yoshlik. O'zingiz yaxshi ko'radigan qo'shig'ingiz qaysi xolajoningiz tomonidan kuylangan? Qo'shiq o'zi ham klipi ham juda ham yoqadi. Bu yoqda o'ynagan aktrisani ismlari esimda yo'q. Lekin ular ham zo'r o'ynaganlar. Yor. Hozir yaqinda o'zingiz o'ynadingizmi o'shani? Yo'q, u eskisi birinchisi. birinchisi. Yor, aytmang, yor, qalbim yig'lar, yor, o'lan aytmang, yangalar, yurak qaqshar, yor. Men bilaman. Shida. O'zim manman jiyaningizman. Doradan uzoqlashmaylik hech qachon. Hech qachon. Prodyuser, ko'plab san'atkorlarning yaqin do'sti va ayniqsa sirlarini, plyus-minuslarni biladigan Davron Muqimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchmisizlar, tinchmisizlar? Menimcha men o'yladim sizni samolyotga qiyoslasa bo'ladi yoki raketani. Yulduzlar borasida. Angardir. Yulduzlar man osmonda emas, pastda bo'lib qiynalgan paytida yoki qanaqadir hali yulduz bo'lmaslik paytida ularni yulduz darajasiga olib chiqishga rosa harakat qilamiz. Yoki yulduz darajasiga chiqqan bo'lsa, uni yanada porlashini kuchaytiramiz. Shuning uchun angar deya qolaylik. Lekin nimagadir men o'ylaymanki, siz yulduzlardan teparoqda turganingiz uchun ham ularni tortgansiz.
siz osmonda. Chetdan qaraganda Shunaqa tuyulsa kerak. Men o'zimga hech baho bera olmayman. 22-23 yildan beri media sohasida ishlab kelyapman. To'g'ri, ko'pchilik san'atkorlar bilan o'sha ishligimdan beri birga boshlaganmiz, bilamiz. Har bittasi menga yaqin do'stdek. Ularni har bittasini qanaqadir muvaffaqiyatiga juda xursand bo'laman va qanaqadir og'ir paytlari kelsa ular bilan birlashib, qo'shilishib, xafa bo'laman, yig'layman, birgamanda. Bir mashhur inson aytgan edi, san'atning ichida do'st bo'lmaydi deb. Lekin shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, aynan Davron aka Muqimov men shunchalik bir yaqin do'st sifatida bilganman. Ikkita san'atkor Shahzoda, ya'ni Zilola Musayeva bilan ajralmas va erkak kishi tomonidan qanaqa do'st bo'lish kerak ekanligini namoyon yaqqol ko'rsata olgan inson. Biz yaqinda mana Salihni uylantirganda ham men bilasizmi qanaqa bir inson, juda tog'dek turib bera oldingiz-da. Shahzodaga keladigan bo'lsak, biz ish faoliyatimizni Tarona Records kompaniyasida boshlaganmiz. Men u yoqqa ishga kelganimda Shahzoda yorqin yulduz bo'lgan, o'sha u payt Shahzoda yorqin yulduz bo'lgan. Lekin shunisiga qaramasdan boshqa yulduzlarga nisbatan juda bir samimiylik u tomondan bo'lgan. Menga xuddi o'zini ukasidek qaragandek muomala qilganligi uchun o'sha paytdan bizda shu opa-ukadek yaqinlik bo'lib ketgan. Mana bugungi kungacha ham Xudoga shukr birgamiz. Ijod qilarlarmi, ijod qilmaylarmi, lekin qo'ldan kelgancha har doim yonlarida turib berishga harakat qilamiz. Chunki ularni to'ylarini ko'rdinglar, yonida turgandim, lekin ular ham meni yonimda har doim turganlar. Shuning uchun endi bu narsa ko'pincha ko'rsatilmay kadr orqasida qolib ketadi. Shunaqa, lekin Davron aka, chin dildan sizga havas qildim. Har bir insonni, har bir oilani Davron akaga o'xshagan do'sti bo'lsin, lekin. Rahmat kattakon. Davron aka, men ham sizlarni rosa kuzatib yuraman. So'nggi paytlarda imенно sizlarni tezkor chiqarishinglar media uchun bu juda hozir aktual. Chunki hozir informatsion rivojlanish payti 5 minut ham juda katta rol o'ynaydi-da. Sizlarni mana reelslaringlarni, storieslarni ko'rib yuribman. Sizlar juda tezkorsizlar. Mana sizlarni raketa desa bo'ladi. Prodyuser Davron Muqimovdan bunaqa gapni eshitish doira uchun bir alohida maqtov deb ayta olaman. Rahmat sizga. Bugungi konsert bilaman, Ozodaxonim Nursaidova bilan ancha yillardan buyon birga ishlayapsiz. Bu 5-konsert. 5-konsert birga ishlayapsiz. Har doim kreativlikni, boshqalarga o'xshamaslikni, g'oyalarni ustida puxta ishlaysiz. Endi bilasizmi, bu xarakterlardan kelib chiqibmi? Bu o'zi birinchi navbatda qo'yiladigan talabdan kelib chiqib, men masalan rejissyorman. Men birinchi navbatda o'zi har doim qo'rqadigan narsam men qilayotgan konsert men qilgan boshqa konsertimga o'xshab qolmasin deyman, birinchisi. Ikkinchisi, men qilgan konsertim boshqa birovni konsertiga o'xshab qolmasin. Men chunki hozir mana Xalqlar do'stligi san'at saroyini o'zida ham bir yilda deyarli juda ko'p konsertlar bo'ladi. 50 ta konsert bo'ladi. Yo'q, bundan ko'p. Drujba narodi faqat yozda ishlamaydi-da. Sentyabrdan iyungacha har kuni konsert bo'ladi. Konsert borasida yangilik qilish kundan kunga qiyinlashib boryapti. Mana Ozoda opa bilan ishlaganimizda har yili qanaqadir qiziqarli o'ylab topamiz va bu yilgi mana shu konsertlarida Hind blokini men o'ylab o'sha qish paytida aytgandim, agar xohlasangiz shu siz ashulalaringizdan mana shunaqa qiyincha talqinda qilib bitta ashula bo'lmasin deb bitta zo'r blok bo'lsin deb aytdim. Men o'sha payt aytdim, men обязательно sizni slonda olib chiqaman deb. Lekin eshitishimizga qaraganda fil kelish kerak edi, haqiqiy fil, lekin nimaga maketga aylanib. Haqiqiy fil endi mumkin emas haqiqiy filga. Shuning uchun biz mana shu maketini Dodapani yaqin singlari bor, Nilufar, ular bilan birlashib bu filni rosa qidirib, qayoqlarni qidirganimiz. Lekin Nilufar opaga men 100% ishongandim. Haqiqiy filni sahnaga olib chiqishlariga, chunki Jigulini. Agar Nilufar opaga qo'yib bersangiz, конечно, haqiqiysini olib chiqardi. Endi biz yo'q, mayli o'sha maketi bo'versin dedik. Nima o'ylashimcha, hamma butun sahna o'sha fil bilan, raqqoslar bilan, dekoratsiyalar bilan hammasi uyg'unlashganda juda chiroyli nomer bo'lgan. Aytgancha intervyularingizni ko'ryapman, zo'r. Rahmat. Bugun Munisa Rizayevani ko'rib ketdim. Professionalizm. Bilasizmi, bitta narsani mana shu sizlarni foydalanib aytmoqchiman. Men bu sohada birinchi marta jurnalist sifatida men o'zimni jurnalist deb hisoblamayman. Jurnalistikaga qanaqadir davoyim yo'q-da. Demak, nonimizni yarimta qilmoqchi emassiz. Yo'q. Men bu narsani o'zimni prosta hobbim uchun qilayotgan proyektim. YouTube platformasi har bitta insonni mualliflik huquqi bor kontentini bemalol joylash uchun
qilingan platforma. Men prosta bu narsaga mana o'sha siz aytganingizdek perfeksionizm, professionalizm taraflama juda puxta yondoshdim. Keyin mana bu sonida juda ko'p negativlar bo'ldi. Oldindan uzr so'rayman. Men bu narsani sizlarga maksimalni qulay bo'lib o'sha Munisa Rizayevani sansirab gapirganimni ham erta boshida oqlab etib ketganman-da. Chunki Munisa bilan biz 12 yoshdan birga o'rtoqmiz. Bir-birimizni sansirab gaplashamiz. Tabiiy chiqishi uchun davay sanlab gaplashing. Chunki men hozir siz desam savolni soxta bo'lib qolib bera olmayman deb kelishgan edik. O'shani intervyuni boshida ham aytib o'tib ketganim, lekin bu intervyu chiqishdan oldin meni onam agar ko'rayotgan bo'lsalar juda boshidan menga aytgandilar, sizlab gapiravur, baribir ham bu madaniyat anaqa deb. Rahmat shuncha kommentariy e'tibor berib yozganingizga, buni inobatga olamiz. Keyingi mehmonlarimizni albatta sizlab gaplashishga harakat qilaman, lekin va'da bermayman. Endi tabiiylikni tanlagandan keyin insonlar sansirasa, mana o'zim ham agar yaqin oladigan bo'lsam, maza qilib gaplashishim uchun erkin his qilishimiz kerak. Sansirab gaplash esa erkinlik tarafdoriman. To'ppa-to'g'ri. Nonimizni ham taqmayaptilar. Bemalol ishni qilavering. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Maza qildik. Rahmat. Eng qiziqarlilari hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting.